Obligatsiya bu nima dedik? Bu qarz qimmatli qog'oz. Esingizda bormi? Qarz qimmatli qog'oz. Qarz qimmatli qog'ozlar nimalar kirardi? Obligatsiya, veksel, depozit sertifikati, chet ellarda mavjud bo'lgan varant, boshqa qimmatli qog'ozlar bo'lishi mumkin. Hozir biz siz bittagina obligatsiyani ko'ryapmiz. E'tibor bersangiz, obligatsiyani chiqartiryapmiz, muomalaga chiqartiramiz. Shuning uchun biz aytamiz-ki, uni emissiyaviy qimmatli qog'oz. Bu qarz qog'oz. Buni aksiyadorlik jamiyat chiqarishi mumkin. Bizning O'zbekiston Respublikamizning qonunchiligida AJdan tashqari obligatsiyani mas'uliyati cheklangan jamiyatlar ham chiqarishi mumkin. Chiqartirayotgan tashkilotni emissiya qilib muomalaga chiqartirgan tashkilot nima deymiz? Emittent deymiz. Uni kimdir sotib olyapti. Sotib olayotgan shaxslarni biz aytyapmizki, investor. Siz investor mening qimmatli qog'oz obligatsiyamni sotib olsangiz, uni muomalada bo'lish muddati 1 yilgacha bo'lsa, meni obligatsiyamni sotib olayotgan bo'lsangiz, sizda qisqa muddatli investitsiya bo'lyapti. Agar muomalada bo'lish muddati 1 yildan ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizda uzoq muddatli investitsiya bo'lyapti. Buxgalteriya nuqtai nazaridan o'sha muddatiga qarab turib, qisqa muddatli bo'lsa, siz uni 58-10 ga borib qo'yasiz. Agar uzoq muddatli bo'lsa, 06-10 ga borib qo'yasiz. Nordic University ta'limda mukammallik sari.